Abi Hurayradan kelgan hadisda ayollarning yaxshisi qaysinisi deb so'raldi. Payg'ambar alayhisolamdan eng yaxshi ayol qaysi deganda, Payg'ambar alayhisolam eri qaragan vaqtida quvonadigan deydi. Ayolga shunday qaraganda quvonasiz va buyursangiz itoat qiladigani ayolni yaxshisi. Kirib gapiringiz devorda qolib ketadi, qaytib chiqib ketaveradigan bo'lmaydi. Gapirgan vaqtingizda erga itoat qiladigani va la tuxalif fi ma yakrah fi nafsiha, o'zida ham, molida ham, erining molida eri yomon ko'radigan narsalarda eriga qarshi chiqmaydigan ayol. Xullas, hayotda eriga qarshi chiqmaydigan ayol eng yaxshisi deydi. Ayollar erlariga itoat qilishlikda ayyun nas a'zamu haqqan alal mar'a, qaysi inson ayolga dedi eng katta haq kimni haqqini ado qilish kerak deb so'raldi Payg'ambar alayhisolamdan. Ayol kishi eng katta haqqi kimning haqqini ado qilish kerak deganda zawjuha, erining haqqini ado qilish kerak dedi. Qala fa ayyun nas a'zamu haqqan alal rajul, erkakka esa eng katta haq kimni haqqini ado qilish kerak deganda onasini haqqini.